Ilyos aka, odam o'zida gaymarit boshlanganini yoki gaymarit bo'lib qolganini qanday bilsa bo'ladi? Buni belgilari bormi? Albatta, uni belgilari juda ham ko'p. Hozir sizga men asosiy belgilarini sanab o'taman. O'zi gaymarit bu gaymar bo'shlig'ini yallig'lanishi bo'ladi. Mana shu gaymar bo'shlig'i, mana gaymar bo'shlig'i bu ko'pincha bir tomonlama, ikki tomonlama bo'lishi mumkin. O'sha mana shu gaymar bo'shlig'i yallig'lanishi o'sha gaymarit deb ataladi. Bunda ko'pincha bemorlarimiz kelganda shikoyati birinchi o'rinda bosh og'riqqa shikoyat qiladi. Bosh og'rig'i bo'lishi mumkin peshona sohasida, ko'z atrofida bo'lishi mumkin yoki ikki yonoq atrofida kuzatilishi mumkin. Keyin bu bosh og'riqlar boshni engashtirganda kuchayadi yoki xuddi mana shu sohada nimadir suyuqlik bordek hissini sezishadi, ya'ni boshni engashtirgan vaqtda o'shanaqa hissiyot paydo bo'ladi. Shu burun atrofida nimadir bordek, suyuqlik borga o'xshaydi deb aytishadi. Keyingi belgisi, ya'ni gaymarit bo'lganda shilliq qavat shishadi. Ya'ni shilliq qavat shishgandan keyin burun bitish boshlaydi. Bu burun bitishiga shikoyat qiladi. Burun bityapti deb turib bemorlar shikoyat qilib kelishadi. Keyin bu keyinchalik burundan boshida masalan shilliq ajralma keladi. Agar vaqt o'tishi bilan bu shilliq ajralma yeringli bo'lishi mumkin, yeringga aylanishi mumkin yoki keyin bu shilliq dimoqqa oqib tushaveradi, aytadi, shu doimo dimog'imga balg'am kelib turadi deb aytishadi. Keyin bularda umumiy belgilari bor. Umumiy belgilari isitma chiqishi, holsizlik bo'lishi mumkin. Keyin ko'pincha birlar ko'nglim ayniydi dedi. O'shanaqa holatlar kuzatishimiz mumkin.